Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Erik televiziyasining bugungi islom dini programmamizga xush keldinglar. Bugungi islom dini programmamizda Gollandiyada yashayotgan vatanparvar va diniy olimlarimizdan Aysa Qari hojimni taklif qildik. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli qarindoshlar, men bugun dinimizdagi axloq to'g'risida to'xtalmoqchiman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, islom dini axloqning ustiga qurilgan bir din. Shuning uchun har qandaq insonning axloqining yaxshi bo'lishini, axloqining tuzilishini, axloqining siliq sipoyi bo'lishini, shu orqali jamiyatga manfaat yetkazishni islom targ'ib qiladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo payg'ambar alayhisolatu vassalamni maqtab shundoq deydi: "Va innaka la'ala xuluqin azim." Bu oyatning ma'nosi: ey payg'ambar, cho'qim sen nihoyatda cho'ng buyuk bir axloqliq bir zot degan. Biz mana bu oyatdan payg'ambar alayhisolatu vassalamning buyuk axloqliq bir zot bo'lganligini bilib olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'zininki hadis shariflarida axloq to'g'risida mundaq degan: "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq." Bu hadisning ma'nosi mening payg'ambar qilib eberlishimning sababi faqatlam go'zal axloqlarni to'liqlash. Ya'ni islom dini insoniyat uchun go'zal axloqlarni barpo qilish uchun, güzel axloqlarni qanot yaydirish uchun eberilgan din degan ma'noni beradi. Albatta bu axloq bobi dinimizda nihoyatda cho'ng bir bob. Bu axloqning ichida güzel axloqlar bor, yomon axloqlar bor. Bu biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan mavzularimiz yomon axloqlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu yomon axloqlar to'g'risida dinimiz islom nima dedi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalam nima dedi? Bu to'g'rida azroq televizor ko'ruvchilarimizga ma'lumot bermoqchimiz. Endi biz bu yomon axloqlarningki jumlasidan faqatlam ikki xil yomon axloq to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi yomon gumon qilish. Bu insoniyat uchun nihoyatda nurg'un falokatchiliklarni elib kelayotgan bir yomon axloqning jumlasidan. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo deydiki: "Ya eyyuhellezina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun." Mana bu oyatda deydiki: "Hey musulmonlar, sizlar gumon qilishdan qochinglar. Gumon qilishdan qochinglar. Cho'qim gumon qilish gunohdir. Gumon qilishning ba'zisi gunohdir." deydi.
biz mana bu oyatda Alloh tabarak va taoloning bandillarini, musulmon bandillarini gumon qilishdan to'sqanligini ko'rib olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalam gumon qilish to'g'risida gumon degan bir narsani sifatlab shundoq deganki, gumon so'zning eng yolg'oni deb sifatlagan. Unda bo'lgankan har qanday bir inson yolg'on gapga ishonmaydi, uning bo'yicha ish qilmaydi. Biz yuqoridagi Qur'oni Karimning oyatidan, Payg'ambar alayhisolatu vassalamningki hadisidan gumon qilishning harom ekanligini bilib olamiz. Gumon qilish albatta insonlar jamiyatini har xil baloy ofatlarga, har xil krizislarga, har xil falokatchiliklarga yo'liqtiradigan bir yomon bir axloq. Alloh hammamizni bundaq yomon axloq bilan billi bo'lib qilishdan, bu axloqni o'zimizga so'ngdirib qilishdan saqlasin. Hamda dinimizningki yana bir to'sqan bir axloqlardan, nahiy qilgan bir axloqlardan birisi musulmonlarni haqorat qilish. Musulmonlar o'zaro bir-birini haqorat qilish. Bunimi bizning dinimiz haqorat qilishdan to'sqan. Bu to'g'rida Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo deydiki: "Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna." Oyatning oxirigachilik. Mana bu oyatda Alloh tabarak va taolo deydiki: "Ey musulmonlar, sizlar bir-biringlarni masxara qilmanglar. Bir-biringlarni haqorat qilmanglar. Haqorat qiling'uchi balkim haqorat qilg'uchidan yaxshi bo'lishi mumkin. Ayollarmi birsini haqorat qilmasin. Haqorat qiling'uchi ayol haqorat qilg'uchi ayoldan yaxshi bo'lishi mumkin. Unda insonlarning, musulmonlarning o'zaro bir-birini haqorat qilish iymon keltirgandan keyin eng yomon bir gunohdir. Kimki bu gunohdan tövbe qilmasa, undaq insonlar zolim insonlar bo'lgan bo'ladi deydi. Mana bu Qur'oni Karimningki bu oyatida insonlarning o'zaro haqorat qilishningki naqadar yomon bir gunohlik to'g'risida ochiq xabar berdi. Hamda Payg'ambar alayhisolatu vassalam haqorat qilish to'g'risida nima degan, biz bunga qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning hadislaridan birisida deydiki, haqorat qilish, bir odamda haqorat qilish sifati bo'lsa, u odamga shu haqorat qilganlikninki o'zi hamma yomonchilikni elib keladi. Ya'ni haqorat qilish hamma yomonlikqa vakolatchilik qila oladigan bir yomon axloq degan. Hamda bu yerda yana bir hadisda biz bu haqoratninki qandoq bo'lganligini Payg'ambar alayhisolatu vassalamning yana bir hadisida ochiq ko'rib olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalam haqorat to'g'risida degan, kimki uning qalbida zarrichilik, takabburlik, zarrichilik, boshqalarni mansitmaslik, boshqalarni haqorat qilishdan iborat bir yomon axloq bo'lsa, u jannatga kirmaydi degan. Shuning bilan o'ltirgan sahobalardan birisi Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan so'ragan: "Ya Rasululloh, sizlar bu yerda haqorat to'g'risida so'zladilar. Inson o'zininki kiyimining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'radi, yaxshi kiyinishni yaxshi ko'radi, chiroyli kiyinishni, yasanishni yaxshi ko'radi, kasbining yaxshi bo'lishini yaxshi ko'radi.
bu mu haqoratga kiramdi deganda payg'ambar alayhissalotu vassalam deganki Allah chiroylidir, Allah go'zaldir, Allah chiroylilikni, go'zallikni yaxshi ko'radi. Bu yerdagi haqorat deganimiz haqni ittirib etish, musulmonlarni haqorat qilish degan. Unda bo'lgankan har qanday musulmon bu haqorat qilish, masxir qilish degan bu illatdan o'zini yiroq tutishi lozim. Allohning payg'ambar alayhisolatu vassalamning bu to'g'rida bergan ta'limotlarga chuqum amal qilishi lozim. Uningdan keyin haqorat to'g'risida payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq deydi: bir odam yana bir odam bilan bir talash tortishga tushib qolsa yoki uni uningga haqorat nazarda qarasa, uningdan keyin u to'g'risida palonining gunohini Alloh hargizmi mag'firat qilmaydi deb uni ma shaklda haqorat qilmasin deydi. Bu vaqtida Alloh tabarak va taolo bu inson uchun deydiki, paloni bu mening ustimdan nima deb o'zining musulmon birodarini haqorat qilib qasam qiladi ekan. Men bu haqorat qilg'uchining mening ustimdan qasam qilg'uchininki gunohini kechirmayman, haqorat qiling'uchining gunohini kechiraman deb bu hadisda yanilam haqorat qilishninki yomonligini payg'ambar alayhisolatu vassalam bizga ochiq yuritib bergan. Hurmatlik musulmon qarindoshlar, bu axloq babida so'zlashimiz albatta musulmon inson uchun bo'libmi Uyg'ur musulmonlari uchun nihoyatda muhim bo'lgan bir tema. Biz bugun xuddi dengizdan bir tomchini olganga o'xshash, biz dinimizni bir dengizga o'xshatsak, uning ichida axloq bobi yana bir tomchi. Bugun biz so'zlaganimiz yana shu tomchiningmi necha ming kichiklatilgan hassidan iboratdir. Albatta bizning dinimizning musulmon insonning axloqini go'zallashtirish uchun to'sqan cheklagan narsallari albatta ko'p, buyurgan buyruqlarmi albatta ko'p. Biz keyingi qatimda bu mazmunlarga chunqurlab kirib, yanimi texmo har qaysinglarga atrofliq ma'lumot berishga tirishimiz. Alloh hammamizni go'zal axloq bilan axloqlangan musulmonlarning jumlasidan qilsin. Hammamizni dunyoda butun insoniyatga foyda yetkazadigan, ziyon yetkazmaydigan insonlarning jumlasidan qilsin. Allah hammamizni hidoyat yo'liga boshlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.